Endi tonirovka turlariga keladigan bo'lsak, qo'limda US Shield va LGS plyonkalar turibdi. Ularda ana shu quyoshdan kelayotgan ultra qizil nurlardan, ya'ni aynan qizitadigan nurlardan 60% va 90% himoyalaydigan plyonkалari mavjud. Ultra binafsha nurlardan esa 100% himoyalashadi. Hozir sizlarga shularni shokolad yordamida ko'rsatib beraman. Sinab ko'ramiz. Mana birinchi videoda umuman tonirovkasiz shokoladni eritib ko'rdim. Undan keyin ikkinchi videoda 60% himoyalaydigan LGS tonirovka bilan shokoladni to'sdim. Uchinchi videoda 90% himoyalaydigan LGS plyonka qo'ydim. Va eng oxirida US Shield firmasining 90% himoyalaydigan tonirovkasini ham o'rnatdim. Ahamiyat bersangiz, himoyalanmagan shokolad tezlashtirilgan videoning 21-sekundida erib oqib ketdi. 60% himoyalangan shokolad esa 26-sekundgacha chidab, u ham oqib ketdi. Ammo 90% himoyalangan oxirgi ikkita shokoladimiz taxminan 30 sekundgacha yetib bordi. Xonamda esa qizitilgan shokoladning hidi o'tirib qoldi. Agarda siz ushbu tonirovkalarga qiziqib qolgan bo'lsangiz, ularni butun respublika bo'yicha barcha viloyatlarda o'rnatishingiz mumkin. Murojaat uchun telefonlarni video ostida qoldirib ketganman. Bemalol telefon qilib hammasini bilib keyin xarid qilsangiz bo'ladi.